JavaScript dasturlash tilida berilgan ushbu dastur natijasini aniqlaymiz. Bu yerda let o'zgaruvchilarni e'lon qilyapti. Ya'ni A3 ga teng, B4 ga teng va funksiya e'lon qilinyapti. Nomi test. Va konsulda A plus B ni yig'indisi va mantiqiy bizga qo'shish, ya'ni bitwise amali mantiqiy qo'shish va bu yerda minus B berilgan. Keyin test funksiya nomi chaqirilyapti. Ya'ni funksiya chaqirilganda mana shu konsoldagi natija chiqadi. Bu yerda A plus B, ya'ni bizda 3 plus 4. Bu 7 ni beradi. Bu yerda 4, minus 4 keladi. Ya'ni bizda bo'lyapti bu 7 mantiqiy qo'shish minus 4 bo'lyapti. Endi bu qanday bajariladi? Mantiqiy qo'shmani to'g'ri chiziq, bu mantiqiy qo'shish bitwise amali Python dasturlash tilidagi bilan bir xil ishlaydi va bu yerda holatlari turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkalasi musbat son, ikkalasi manfiy son yoki mana bunday aralash, bittasi manfiy, bittasi musbat ko'rinishda kelishi mumkin. Bunday vaziyatda mana shu 7 va 4 raqamlarni o'zidan kattaroq 2 darajasi bo'lgan sonni o'ylab topamiz birinchi. Ya'ni 8 va faqat manfiy bo'lganini ayiramiz, minus 4 ni ayiramiz. Maqsadimiz, ya'ni bu yerda musbatga olib kelish. Mana 4 bo'ldi. Demak, 7 va 4 ni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. Bu o'nlikda berilgan o'zi 7. Ikkilik o'tadigan bo'lsak, bu bizga 110 bo'ladi. Endi 4 ni ham xuddi shunday. Bu ham o'nlikda turibdi. Ikkilik o'tadigan bo'lsak, bu bizda 100 bo'ladi. Endi mana shularni takma-tak mosiga mantiqiy qo'shamiz. Dizyunksiya jadvalini eslaymiz. Kamida bittasi rost bo'ladigan bo'lsa, natija rost bo'ladi. 1 0, 1 bo'ladi, 1 0, 1 bo'ladi, 1 1 dan 1 bo'ladi. Ya'ni bu yerda mantiqiy deb, ya'ni sanoq sistemi emas, mantiqiy amallar, ya'ni dizyunksiya jadvalga asosan bajardik. Endi mana shu bizda hosil bo'lgan sonni qaytib, bu ikkilikda turibdi. Qaytib o'nlik sanoq sistemasiga o'tamiz. E'tibor bersak, mana 7 ni o'zi hosil bo'ldi, yana qaytib 7. Endi mana shu hosil bo'lgan natijadan ayiramiz o'ylab topgan sonimizni. Minus 1. Demak, javob bizda ushbu dastur natijasi minus 1 ga teng bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda bo'lsa, doim ana shu usul o'rinli bo'ladi bizda. Ya'ni aralash, bu 7 ni oldidan manfiy bo'lganda ham xuddi shu ish bajariladi. Faqat masalan minus 7 yu agar 4 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham o'sha 8 bo'ladi, faqat manfiyni biz ayiramiz. Ya'ni manfiy musbatga olib kelamiz, 1 bo'ladi. Endi 4 ni ikkilikka o'nlikdan ikkilikka o'tkazadigan bo'lsak, bu 100 bo'ladi. Endi bitta bo'lgani uchun buni oldida ikkita nol qo'yib olamiz. Va yana o'sha dizyunksiya jadvalga asosan mantiqiy qo'shadigan bo'lsak, 101 bo'ladi. Mana. Endi buni ikkilikdan o'nlikka o'tkazadigan bo'lsak, bu 5 bo'ladi. Va 5 dan ayiramiz. Mana shu birinchi o'ylab topgan sonimiz 8 ni. Natija minus 3 ga teng bo'lar edi. Agar mana bunday holatda bo'lgan bo'lsa, minus 3 ga teng bo'ladi. Yoki ikkalasi ham manfiy bo'lishi mumkin masalan. Minus 7 yu misol uchun minus 4 bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bunda ham o'sha 8 bo'ladi. 8 dan 7 ni ayiramiz. 1 musbatga o'tdi. 8 dan minus 4 ni ayiramiz 4. Mana endi ikkalasini ham ikkilikka o'tadigan bo'lsak, bu bizda 1 ni o'zi bo'ladi. 4 ni o'tadigan bo'lsak, bu bizda 100 bo'ladi. 1 bo'lsa oldida ikkita nol qo'yib olib, yana demak, dizyunksiya jadvalga asosan buni qo'shadigan bo'lsak, bu ikkilikdan o'nlikka o'tganda 5 bo'ladi va yana shu 5 dan ayiramiz 8 ni. Bunda ham natija minus 3 chiqdi. Endi bu sonlarda shunday bo'ldi, doim ham bir xil chiqmaydi. Ya'ni turlicha bo'ladi. Ya'ni yo'li shunday bo'ladi. Masalan deylik, bizda minus 12 yu misol uchun 9 bo'lsa, demak ikkalasidan ham katta, 12 dan ham 9 dan ham katta bo'lgan son 16 bo'ladi. 2 darajasi. Demak 16 dan 12 ni ayirib olamiz. 4 bo'ladi. Endi 4 ni ham 9 ni ham o'tib, xuddi shu yuqoridagi kabi bajaramiz. Demak, ushbu dastur natijasi bizga minus 1 ga teng bo'lar ekan.